Do'stlar, bugungi manzilimiz 9 oxiri Yangi Ashxobodskiy. Bu xonadonni o'zlarimizning chiroyli, sifatli xizmatlarimizni qilib berdik. Videoni o'tirib bermanglar, oxirida bahasi bilan tanishtirib o'tamiz. Uyning egasi monotonli variantda patologni xohladi. Biz esa o'zlarimizning tajribadan kelib chiqib, fotopechat patologni maslahat berib qilib berganmiz. Bu ko'rib turgan dizaynimiz uyning egasidan va uyingizdan ko'rk va boshqacha emotsiya bag'ishlaydi. Pulni agar odam bo'lsa, 3,2 million so'm bo'lishi kerak edi. 3 millionni uzatib berdik. Bizning xizmatlarimizning narxi sizlarga ma'qul keldimi? Kommentariyada yozib qoldiring.